Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana yangi qisqacha video qilishga niyat qilgandim. Bundan oldingi videolarimni ham qisqa qo'yib boryapman. Bundan oldingi videolarimda aytganimdek, bu kanalim yangi. Shu o'zimni kommunal sohadagi imtiyozlarim, majburiyatlarimni o'rganaman deb, bu o'zimni shaxsiy ya'ni shaxsiy xonadonimni kommunal sohasidagi ma'lumotlarni o'rganib boryapman. Bundan oldingi qilgan videolarimda ham aytganman, suv, gaz, ichimlik suvi, tabiiy gazni. Endi ulardan masalan yana bugun bir elektr energiyani ham, ya'ni mana shu ishlatayotgan to'kimiz deydi, elektr energiyani ham bir shartnoma daftarchasini ochib bir ko'ray deb, shu ichida nimalar yozilgan ekan deb, mijozning daftarchasi degan, endi hamma biladi uni. Shu daftarda shu litsevoy raqam, endi hozir mijozni hisob raqami deyiladi. Shunda ham o'ziga xos ichida ancha punktlari bor ekan. Xuddi bundan oldingi qilgan videolarimda tabiiy gazni shartnomasida yozilgandek bunda ham bor ekan. Endi lekin bunda jinday boshqacharoq ekan. Endi bu elektr energiyasilik uchun masalan bulardan mana men yasha o'zim qiziqib o'qiganim va o'rganayotganlarim, mana aqlli uchuvchika buni ham 2019da almashgan bo'lsa, bu almashganda ham xuddi faqat bu boshqacha bo'lar ekan. Shu elektr tarmoqlari AJ dalolatnoma deyiladigan. Gazda ham hisoblagichlar, tabiiy gazda ham hisoblagichlar almashayotganda, o'rnatilayotganda dalolatnoma qilingandek, bu elektr energiyasida ham uchuvchilarni shu hisoblagichda almashtirayotganda buni ham xuddi shu nimadek dalolatnoma qilib, shu tabiiy gazda ham hisoblagichda qilingan dalolatnomadaqa, lekin bu boshqacharoq ekan. Mazmuni u endi tabiiy gaz bo'lgandan keyin u gazga moslashgan. Bu elektr energiyasini o'zini korxonasi, ya'ni shu tarmoqlarga qarashli deb dalolatnoma tuziladigan. Masalan, qaysi nimadan pitatsiya qilishi mana yozib qo'ygan. Masalan, cho'ntak TP 484 deb yozib qo'ygan ekan. Masalan, dalolatnoma qilayotganda shu vakil, shu o'zini elektr energiyasidan mas'ul vakili bo'ladigan uy sohibini, men o'zimni shaxsiy xonadonimnikini aytyapman. Bu o'zimni shaxsiy xonadonimnikini o'rganyapman. Kommunal sohadagi elektr energiyasini hisoblagichini alishtirganda ham qanday hujjatlar qilinishini o'rganmoqchi edim. Mana shunga buni ham shu daftarchasini ochib, bir chekkadan shartlarini, shu yetkazib berish qonun qoidalarini o'rganyapman. Bulardan mana shu hozir aytganimdek, uchuvchini, ya'ni hisoblagichda aqlli hisoblagichga alishtirayotganda ham hududiy elektr tarmoqlari AJ dalolatnomasi deb qilinadi ekan. Keyin shu qaysi nimaga qarasa TPga, shu TPlari yoziladi ekan. Shu elektr tarmoqlari AJdan shu vakil, biriktirilgan vakil bo'ladi ekan, uni qo'llari bo'ladi ekan. Uy sohibini, ya'ni men o'zimni imzoim bo'ladi ekan. Dalolatni tuzib va uchuvchini pastda punktlari bor ekan. Uchuvchini
shu sovut raqami, o'rnatilgan raqami, shunaqa joylari ham hammasi kiritiladi ekan. Bu ham dalolatnoma bo'ladi ekan. Kichkinaroq ko'rinishda bo'ladi ekan bu. Chunki kichkinaroq anaqa bo'lgani uchun buni daftarchasi ham o'zi kichkina. Shu elektr energiyasini ham o'ziga yarasha juda ko'p ichida qonun qoidalarini, shartnomalarni o'z ichiga oladi ekan. Uni ham hozir o'qib chiqyapman. Qanday tartibda qabul qilib, qanday tartibda iste'molchidan to'xtatib qo'yish degan shartlari, bo'limlari bor ekan. Xuddi bundan oldingi haligi tabiiy gazda aytganimdek, bo'lim va punktlari bordek, buni ham ichida shartnomalarida bo'lim va punktlari bor ekan. Elektr energiyasini o'sha iste'molchi daftarchasini ichida ham xuddi shartnoma shartlari degan joylari bor ekan. Hozir darslarni ham o'qib o'rganishni boshladim. Tez orada yangi video qilib qo'yaman. Rahmat.